Quyidagi test tahlillerini qarab chiqamiz. Masalan, 113-misol. Quyidagi hisoblang berilgan. 2 minus 1 taqsim 2 ko'paytiramiz 1 minus 1 taqsim 3 ko'paytiramiz 1 minus 1 taqsim 4 ko'paytiramiz va hokazo 1 minus 1 taqsim 15. Shuni hisoblashimiz kerak. Hisoblash. Buni hisoblash uchun bu kasrlarga umumiy makhraj berib hisoblaymiz. Ya'ni 2 minus 1 taqsim 2 degani 3 taqsim 2, 1 minus 1 taqsim 3 degani 2 taqsim 3, 1 minus 1 taqsim 4 deganimiz 3 taqsim 4 va hokazo. Oxirgisi 1 minus 1 taqsim 5 deganimiz 14 taqsim 15. E'tibor beradigan bo'lsak, birinchi kasrning mahraji bilan ikkinchi kasrning surati qisqarib ketadi. Ikkinchi kasrning mahraji bilan uchinchi kasrning surati va hokazo qisqarishlar davom etadi. Natijada birinchi kasrning surati qoladi, oxirgi kasrning mahraji qoladi. Natijada 1 taqsim 5 ga teng bo'ladi. Keyingi misol tahlil qiladigan bo'lsak, a minus 2b taqsim c minus 3 teng 0. Tenglik uchun quyidagilardan qaysi biri to'g'ri? E'tibor beradigan bo'lsak, buning uchun surat 0 ga teng, mahrajni 0 dan farqli qilib yechamiz. Natijada a teng 2b, c teng emas 3 kelib chiqadi. Keyingi misolga e'tibor bersak, 4 ta kasr berilgan, 4 ta kasrni kamayish tartibida yozishimiz kerak. Uning uchun bu kasrlarni taqribiy hisoblash formulasi taqribiy hisoblab olamiz. Natijada a ning qiymati minus 0.857, b ning qiymati taqribiy minus 0.1666, c ning qiymati mana shu ko'rinishda olib boramiz. Iloji boricha taqribiy hisoblashda virguldan keyin 3 ta xona birligida olsak, misolimiz aniqroq chiqadi. Natijada e'tibor beradigan bo'lsak, virguldan keyin manfiy son bo'lgani uchun kattasi kichik hisoblanadi. Bu yerda manfiy hisoblamasak, minus inobatga olmasak 0.9 hammasidan katta. Ya'ni s katta edi, ya'ni eng kichigi s hisoblanadi. Keyingisi 0.857 hammasidan katta bo'lgan, lekin oldin minus ishora bo'lgani uchun keyingi o'rinda bu ds 0.812, ya'ni keyingi o'rinda va bs minus 0.666. Keyingi misol tahlil qiladigan bo'lsak, bu misol tahlil qilish uchun hisoblang. Ya'ni 0.9 ko'paytiramiz 10 darajasi minus 3 plus 0.03 ko'paytiramiz 10 darajasi minus 2 taqsim 1.2 10 darajasi minus 4. Bu misol bajarishimiz uchun sonning standart shakli degan tushuncha bor. O'sha sonni standart shakliga keltira olamiz. Suratni standart shakliga keltirsak, ya'ni standart shakl son ko'paytiramiz 10 darajasini nimadir ko'rinishda ifodalashimiz kerak. 10 darajasi minus 4. Keyingisi 10 darajasi minus 4. 10 darajasi minus 4 larni qisqartirsak, 9 plus 3 12 1.2 10 ga teng bo'ladi. 17-misol, 117-misol. 3.3 dan 0.3 ga bo'lamiz. Va hokazo. Buning uchun endi kasrning xossasidan foydalanamiz. Birinchi kasrning surat mahraji 10 ni ko'paytirsak, 33 taqsim 3. Ikkinchi kasrda ham surat mahraji 10 ni ko'paytirsak, 222 taqsim 2. Keyingisi mingni ko'paytiramiz. Mingni ko'paytirsak 50 taqsim 5. Natijada quyidagi ifoda hosil bo'ladi. 33 ni 3 ga bo'lsak 11, 222 ni 2 ga bo'lsak 111, 50 ni 5 ga bo'lsak 10. Hisoblashlarni bajaradigan bo'lsak, 111 bilan 111 ketadi, 11 ga 10 ni qo'shsak 21 hosil bo'ladi. Undan keyingi misol, darajaning xossasidan foydalanib quyidagi hisoblashni bajarishimiz kerak. 1 taqsim 2 darajasi minus 1 taqsim 4 ning minus birinchisi plus 1 taqsim 3 darajasi minus 1 taqsim 3 ning minus birinchisi. 1 taqsim 4 darajasi minus 1 taqsim 2 ning minus birinchisi. Buning yechilishi 1 taqsim 4 ning minus birinchisi minus 4 hisoblanadi. 1 taqsim 2 ning minus 4-chisi degani 2 ning 4-chisi degani. Xuddi shunday qolgan kasrlarda ham darajaning xossasidan foydalanib hisoblaydigan bo'lsak, 3 ning ko'pi, keyingisini hisoblaydigan bo'lsak, 4 ning kvadrati hosil bo'ladi. Natijada 2 ning 4-chisi 16, 3 ning ko'pi 27, 4 ning kvadrati 16, natijada 59 hosil bo'ladi.